Voy! 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 Ey! Hozir qivaraman. Voy! Nima qilyapsan ey? Voy, aka. Maxs narsa qilmadim. Ey! Aka, shu o'zimni yo'limda kelayotgandim, ulgurmay qoldim-da, aka. Voy! Nima qilding? Anaqa kraska qilsa ketadi, aka. Qilsa bo'ladi. Ketib qolma, hozir hisoblatamiz, usta chaqiraman. Alo, Shahriy. Ishxonamdan qo'zg'alib o'tdim. Orqamdan bitta dastavchi menga kelib, kalla qo'ydi orqa eshigiga. Shilinib yotibdi, kraskasi ham ketdi. Kel, hisoblab ber. Ne ish bo'ladigan, aka? Ketib qolma, hozir usta keladi. O'zimni yo'limda kelayotgandim lekin. Voy, odam boshiga omad qush qo'nganini ko'rganman-u, lekin qora qarg'a qo'nganini ko'rmagan ekanman. Ish qilib yuvib chiqomiding? Qo'lingni? Bo'ldi. Xo'p, aka. Xo'p. Peshanada endi, aka. Peshona ham sho'r ekan-da. Bo'ldimi? Okey. Где-то bir 1000 so'm, undan ko'proq pul ketib qoladi-yu. Men senga buni hisobla demadim. Bunikini hisoblab ber. Bu 200-300 dollar tursa kerak. Yengisimi? Ha? Bo'ldi, bunga yengi olib beringlar. Mashinani ertaga tashab ketaman. O'zing to'g'rilab berasan buni, xo'p? Hop. Tushunmadim, aka. Nimasini tushunmaysiz? Sizdan bir so'm pul kerak emas menga. Chunki bir paytlar men ham dastavchiga bo'lib ishlaganman. Buni mashaqqatini juda yaxshi bilaman. Hazillashmayapsizmi, aka? Yo'q. Ha? Ketursam bo'ladi. Siz o'zingiz tuzatib olasiz. Voy, okajonim! Mujik odam ekansiz, aka. Uzr. Ochig'i kutmadim lekin. Keyin hushyor bo'lib haydaylik. Yo'q, buni o'ylamang, bu arenda, aka. Buni qaytarib beraveraman baribir. Vobshe o'ylamang buni, aka. Ketsam bo'ladimi? Sog' bo'ling, aka. Mayli, sog'. Dastavkalar bo'lsa, turib borib beraveraman. Sizdagi yaxshi insonlar ko'paysin. Mujik odam ekansiz lekin boru. Ey, o'nnasini yebsa bugun tekinga dastavka qilaman boru.